Bir juda ham chiroyli duo bor ekan, eshitib turinglar-da. Bu duo Imom Termiziydan keltirilgan ekan, Abdulloh ibn Yaziddan. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan narsa bilan rizqlantirgan bo'lsang, bas shu narsani menga seni yaxshi ko'radigan narsalarni qilishga quvvat qilgin. Men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani bergan bo'lsang, o'sha narsalar seni itoatingga quvvat bo'lsin. Endi sog'likni berdimi, senga itoatga quvvat bo'lsin. Boylikni berdimi, itoatga quvvat bo'lsin. Jamiyatda bir mansab, martaba berdimi, haqni yuzaga chiqarish, adolatni qoyim qilishga quvvat bo'lsin. Farzand berdimi, seni rozi qiladigan ishlarga quvvat bo'lsin. Va ma zawayta anni